O'sha hamma yoq olov bo'lib yongan kecha. Hamma baqirib qochishga tushgandi. Men esa yolg'iz qolib ketdim. Qarg'alar o'tmishlarini unutishlari kerak. Barakalla, bolam. Yorug'lik qiroli barcha soliq harakatlarini ko'radi va rag'batlantiradi. Xavier yorug'likka xiyonat qildi. Unga poklanish kerak. Yeretiklar poklanishi kerak. Yorug'lik qiroli uchun! Yorug'lik qiroli uchun! Oxirgi paytlarda boshim umuman urushlardan chiqqani yo'q. Orqamizdan ham tubsizlik, ham cherkov quvlayapti. Qanday zo'r! Au! Senga o'zi bizdan nima kerak? Ey, yaralaring ochilib ketishi mumkin. Uni menga qoldir. Senmisan? Xavier! Qani bo'l. Onang va xalqing uchun qasos ol. Onam? U meni tashlab ketgan. Tashlab ketgan? O'sha kecha cherkov seni oilangni o'ldirgan va barchasi poklanish uchun edi. Shu yerda qol. Hammasi yaxshi bo'ladi. Nima qilishni bilmaganingda tabassum qil. Onajon! 200lamachilar bizni yeretiklar deb nomlab qirib tashlamoqchimisizlar? Onang o'zini qurbon qilib seni qutqarib qolgan. Sen Erkin Temirchilar gildiyasidan eng oxirgisisan. Bu men eslagan narsalar emas. Seni o'sha kecha kim yuborgan? O'sha kuni buyruqni menga. Axir bu ajoyib emasmi? Yorug'lik hakami cherkov bilan ta'qib qilinyapti. Ha, nahotki haligacha o'sha cholni fosh qila olmagan bo'lsanglar? Dam olamizmi o'zi? Ushlang ularni. U o'lmasligi kerak. Hozir emas. Olg'a.
Ehtiyot bo'l. U tirik qoladimi? U qarg'alarni eng kuchlisi. Seni otang hali tirik.